Dadasi. Onangga u yana kelyapti. Dadasi, mahallada sveji yangilik. Xudoga shukr, mahallada ekan. Xo'sh, BBC nima gap? Ana qo'shnimiz Akmal aka bor-ku, o'sha xotinini aldab, pullarini hammasini olib Dubayga surib yuboribdi. Yo'q, Akmal do'stim, ha? Nega men aytmadi? Keyin bilasizmi xotin nima qilibdi? Nima qilibdi? Xotinim bor-ku, er ketgandan keyin u ozodlik deb jirtillab borib yangi gelik olib kelibdi-da. Bani Akmalni yegani shu bo'pti-da. Ish qilib normalli pul bilan ketgan bo'lsin. Opani ko'rsangiz, shunaqa iplari yechilib, takoy qimmat kiyimlardan olgan. Mencha hammasi butikniki bo'lsa kerak. Ha, endi puli bo'lgandan keyin oladi-da. Dadasi, gap pulda emas, gap vesta. Opa 150 kilo. Shu vesti bilan 18 yoshli qizlarni lasinasini kiyyapti. O'zi ham porsillab turgan bo'lsa kerak. Yana nima bo'ldi? Ha, nima bo'lardi? Akmalni sevmas ekanda, ketib qopti. Endi xotin bu vestni sevish jicha murakkabda. Tushunyapsanmi? O'sha bu yoq matematika. Xotiroma, Akmal qaytib keladi. Puli tugasin, u uchib yetib keladi. Ungacha men boraman. Keyinchi? O'sha Akmalchi mashinnik ekan. Endi bilmadim kim mashinnik. Chunki Akmal uylanganda Akmal boy edi. Mana oradan 10 yil o'tib, negadir uni xotini boy bo'lib qoldi. Akmal esa gaday. Savol: kim mashinnik? O'rtog'izchi, baribir mashinnik. Xotin, asl mashinnik kimligini aytaymi? Qara. U uzoq vaqt seni ishonchingga kiradi-da. Shirin gaplar aytadi, shirin so'zlar aytadi. Undan keyin u bilan zakisdan o'tasan. Yana uzoq vaqt o'tishi bilan u portlatib ikkita tug'ib beradi. U sening ishonchingga kirib, sekin-astalik bilan naqd va plastik ko'rinishdagi pullarni o'zlashtirishni boshlaydi. Xo'sh, savol: u mashinnik jonivor kim? Akmalmi? Ha? Akmal. O'zimiz Akmal. Senlar bor-ku, Rajjonni to'poysanlar. Nima bo'ldi yana? Ma'buda ishkalla boshlagan. Men nima qildim? O'zingizku uchib kalla qo'ygan. O'zingizchi nozik joylarga bemehrlarcha zarba berganingiz ekan nima qilay? Hochboy zolim, ha? O'zim mehr bilan soldingiz-da, Oyjon yerga ko'tarib urgandilar, parcha-parcha bo'lib ketdim. Belim singan Oyjon, ikkala oyoqlarim